Dasturimizni ilmiy sohaga oid mavzu bilan davom ettiramiz. 22-23 aprel kunlari Toshkent shahridagi Turin Politexnika universiteti tomonidan Ilg'or fan va texnologiyalar nomli respublika miqyosidagi ilmiy anjumani tashkil etildi. Unda qurilish, arxitektura, mashinasozlik, tabiiy fanlar, aerokosmik va muhandislik sohalaridagi ilmiy hamda amaliy ishlanmalar, loyihalar, maqolalar muhokama qilindi. Ilmiy konferensiyadan maqsad mashinasozlik, aerokosmik va muhandislik, tabiiy va matematika fanlari, axborot texnologiyalari, qurilish hamda arxitektura, shuningdek ishlab chiqarishni boshqarishning hozirgi holati hamda rivojlanish istiqbollarini muhokama qilishdan iborat bo'ldi. Tadbirda oliy ta'lim tashkilotlari vakillari, olimlar, soha mutaxassislari hamda talabalar ishtirok etib, o'zlarining tadqiqot natijalari va ilg'or tajribalari bilan qatnashdi. Ilmiy anjumanga taqdim etilgan ishlar ingliz tilida bo'lib, ishtirokchilar sho'balar kesimida o'z sohalaridagi eng yangi tendensiyalar va yutuqlar haqida ma'ruzalar qilishdi. Albatta, bunday ilmiy birlashuv olimlar, amaliyotchilar uchun dolzarb mavzularni tahlil qilish hamda kasbiy o'sishga yordam beradi. Yana bir jihat, tadbir davomida ishtirokchilar o'z posterlari bilan ham ishtirok etdilar. Shuningdek, joriy yilda ushbu universitet tashkil etilganligining 17 yilligi keng nishonlanmoqda. Ta'lim muassasasi mahalliy va xalqaro miqyosda ilmiy amaliy ishlanmalarda yetakchilardan hisoblanadi. Qator yo'nalishlar bo'yicha xalqaro hamkorliklar ham kengayib, mustahkamlanib boryapti. Bu yil universitetimizda tashkil topganiga 17 yil bo'ladi, 27 aprelda. Asosan mana shu sanaga bag'ishlab, demak, talabalarimiz, aspirantlarimiz, doktorantlarimiz qatnashadigan va albatta professor o'qituvchilarimiz qatnashadigan anjuman konferensiyamiz mana shu 2010-yildan beri boshlangan va to'xtovsiz har yili bo'lib o'tadi. Bugungi kun ham ko'rsatyapti, demak 30 tadan ko'proq poster, demak, dokladlarimiz e'lon qilinyapti. Bu nimadan darak? Demak, bu demak universitetimizni ilmiy salohiyati yildan yilga oshayotgani to'g'risida bir natija so'zi bo'ladi. Biza bilan yaqin ishlayotgan hamkorimiz bu Italiyadagi Turin Politexnika universitetidir. Anjumanlardan tashqari ushbu universitetning professor o'qituvchilari bilan biza turli loyihalarni va maqolalarni chop etishda, kitoblarni chop etishda juda ham faol qatnashib kelmoqdamiz. Men o'ylaymanki, mana shunaqa konferensiyalarning ahamiyati mana shu yosh, demak, tadqiqotchilar uchun, yosh olimlar uchun juda ham katta deb hisoblayman. Anjuman yakunida ishtirokchilarning tadqiqotlari, kashfiyotlari va tajribalari muhokama qilinib, kelgusi vazifalar belgilab olindi.